ChatGPTga ham yozing, u ham shunaqa javob beradi deb menga javob qaytaryaptilar. Yaqinda bir shifoxonaga bordik. Shifokor bilan suhbatlashayotganimda, noto'g'ri davolash muolajasi qo'yibsiz, ya'ni siz noto'g'ri retsept yozib beribsiz, bunaqa bo'lmas ekan, bularni kasallarda bu mumkin emas ekan degan holatimizda ChatGPTga ham yozing, u ham shunaqa javob beradi deb menga javob qaytaryaptilar. 10 yil o'qigan shifokor ChatGPTdan so'rashi va ChatGPTga yozing, ChatGPT menga ustoz bo'la olmaydi. Har bitta insonni o'zini qarashiga qarab belgilaydi qayerdan ma'lumot olishni. Lekin u ustoz emas. U ustoz bo'la olmaydi. U ma'lumotlar bazasi. U ma'lumot to'g'ri bo'lishi mumkin. U ma'lumot noto'g'ri bo'lishi mumkin. Har doim inson qilayotgan ishini tasdig'ini o'zi natijasiga erishish uchun uni tagiga yetish kerak. Oson yo'lni qidirmasdan qiyin yo'ldan o'tib natijaga chiqishi kerak. Shifokorlar tashxisi yoki tashxis qo'yishni yoki bo'lmasam shifo davolanish mezonlarida ChatGPTni ishlatishi bu juda ham noto'g'ri deb o'ylayman.